Bu video o'tkazib yorishga shoshilmay, aynan ushbu avtomashina sizlar uchun. 2 kun kelmagan mashinani polni yechintirib tashlabsiz-ku. Nurxonjon, bizada ish jarayonlar doimgidek, ish qizg'in, tez bo'ladi. Bolalar tezlik bilan ishlashadi, sababi staji yuqori ustalar ishlaydi bizada. Gap yo'q, lekin 3 kunning ichida mashinani polni yechintirib tashlashga, undan tashqari o'zi kecha boshlabdilar. 2 kun mashina turgan joyiga 1 kunga yechintirib tashlashgan. Aka, nimaga aynan motor qismlari hali yechilgani yo'q? Motor qismlarini yechmaganimiz, mana orqa qismlarini, zazorlarini hammasini podgonkadan chiqarib olib, keyin motorlarini tushadi, motorxonaga urg'u berib ketiladi keyin. Keyingi etap bu mashinaga yana nima ishlar qilinadi? Endi xudo xolasa podgonkadan chiqqandan keyin уже malyarichniy ishlarini boshlaymiz. Shpaklovkali jarayonlar boshlanadi. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Ushbu Nexia 2 mizni qanaqa rangga bo'yashimizni xohlardinglar? Ushbu avtomashinamiz aynan sizlar uchun bo'ladi. Polni proyekt 0 dan 100 gacha tayyorlab, aynan o'zimizni obunachilarimizga beraveramiz. Akamga obuna bo'lib qo'yinglar. Kunlik storieslarda Nexia 2 proyekt haqida ma'lumotlar berib o'tadilar. Kommentariyaga o'zlaringizni fikrlaringizni yozib boraveringlar, o'rtoqlar. Qanaqa nima jarayon qilish kerakligini, kraskalarni qanaqa bo'yash kerak bo'lsa, sizlar fikrlaringizni bildiringlar. O'shanga qarab turib ish jarayonlarini davom ettiramiz. Mashinamizning aynan rangini kommentariyada aniqlaymiz. Fikringizni qoldiringlar.